Assalomu alaykum hurmatli radio anglag'uvchilar. Adabiy anglatish programmamizda anglashinglarni qarshi olamiz. Bugungi programmamizda yozuvchi Farhod Jilonning O'rxun shajarasi nomli tarixiy romanining davomini anglatamiz. Axir, Goziye loyandan chekinib chiqishga majbur bo'ldi. Keyin qandoq bo'ldi? Keyin Shisimin Anchonshini o'ltirib, yaqinda o'zini podshoh deb e'lon qildi. Ningo Qatun suhbatga butun vujudi bilan berilib, tong qo'shinlarining har bir o'ngsizligi to'g'risida gap bo'lganda, urib, ko'zlariga yosh elib o'ltiradi. Xan atam sog' salomatmi? Chang'anda urush bo'ldimi? Tangri o'g'li sog' salomat. Urush harakatlari asosan Xanan, Xibilada bo'layotdi. Goziye, Ligongbi, Barg'ut Xuyun qo'shinlari to'polonchilarni Shanshi tavasiga o'tkazmay tirkishishini ilib beryotdi. Shisiminni pat arada tinchitishdan umid bormi? Albatta bor. Lekin bu qitimqi urushlar jarayonida qo'shonimizda mundaq ikki turlik yetarsizlik bayqaldi. Buning biri bizda otli qo'shinkan, yana biri bizning mis qondoqliq o'qiyalarimizni sifati to'vankan. Uyg'ur qo'shoni ishiltiyotgan o'qiyalar avrishim bo'lib, o'qning uchish musofasi yiroq, dallik nisbati yuqori ekan. Shunga qo'shinlarimizni Uyg'ur o'qiyalari bilan qurollantirishning zarurligini his qildik. Tangri o'g'li Batur va donishmand Bayonchur qolgandan Chang'anga bir turkum o'qiya yasash ustullarini avatib berishni umid qiladi. Buyuk qog'anim, o'qiya ustullarini tezroq avatib beraylik. Ulug' buyruq Inanchu To'nbag'a tarqan endi so'z qustirishni muvaffaq topdi. Buyuk qog'animiz bilan Tangningo Qatunga cho'ng shaharlardagidek kesak uy soldirib berishni qaror qilgan edik. Shunga Chang'andan binokorlik ustullarini avatib bersanglar toza ko'ngildagidek ish bo'ladi. Shundoq, uy bo'lmasa bo'lmaydi. Ustalarni tezroq avatib beringlar, xon otamga aytinglar. Albatta. Bu talabinglarni Tangri o'g'liga yetkazamiz. Ustalar kechikmay bu yerga tezlik yetib keladi. Shundoq qilib, 10 kundan keyin Tobg'ach elchilari o'qiya yasaydigan Uyg'ur ustalarni boshlab Sadichin sepili tarafga yurib ketdi. Bayonchur qog'onning kesili kundan kunga eg'irlashib ketdi. Quyosh qizdirib turgan tomuz ko'llarining birida u o'zining odoqiy vasiyatini aytmoqchi bo'ldi. Deganni chaqiringlar. Dedeklarning biri uydan chiqib, eshik oldida buyruq kutib turgan ishki qo'riqchiga "Ikkinchi xonzodani chaqiringlar" deb qo'yib qaytib keladi. Hayal o'tmay ikkinchi xonzoda degan qutlug' belga tarqan xon otasining oldiga kelib tiz cho'kdi. "Qag'an ota, men keldim." Bayonchur qag'an ko'zlarini ostay yechib o'g'liga qaradi. Talog'i chiqaman. Ajdodlarimiz qoldirib ketgan mangu toshlarni ko'rgim kelib qoldi. Senmi billa bog'in o'g'lim? Xonzoda otasini yo'lab o'rnidan turg'izdi va oq kirgan uzun chachlari ustidan qizil tovar yog'lig'ini chekib qo'ydi. Qo'riqchilari qog'anning egar jabduqlari oltin kumush bilan bezitilgan oq otga mindirishdi. Xonzoda edigan qutlug' belga tarqan, ulug' buyruq Inanchu To'nbag'a tarqan, nasihatchi va bitikchi tupak olib shul yog'loqar uningga hamroh bo'ldi. 400 qo'riqchi ularni qo'g'dab mangdi. Tiniq ko'k osmonda quyosh o'zining yorqin nurini sehiylik bilan to'kib turadi. O'rxun vodisining go'zal manzarasi kang quchoq ichib dillarni suyundiradi. Suzuk daryosiga sho'x mavj urib oqadi. Sahildan boshlangan kangri yayloq bo'liq o'sgan o't cho'plar rang-barang yovi gullarga to'lib ketgan edi.
yiroqdagi edirlar orasida yeshil chatqonlar xushmaklashib ko'rinadi. Qag'an bir necha kundan beri o'rin tutib yetib, bakla mag'dursizlanib ketgan edi. Halbuki bu dunyoga ko'z ichishi bilan ot ustida cho'ng bo'ladigan yayloq xalqi har qanday ahvoldami egarda rohatlanib o'ltira oladi. Bayanchur qag'anmu etini minib, yiroq-yiroqlarga ko'z tikkanida tili yo'rib, yeniklab qolgandek bo'ldi. Egizlikda cho'qchiyib turgan mangu toshlar va ularning atrofiga o'rnatilgan odam siyoqidagi bolbollar ko'rindi. Oliy martabalik chavandozlar har bir mangu toshning oldida bir asnogacha to'xtab, ehtirom bilan ko'z tikdi. Ko'l degin, to'n yo'quq, belgi qolgan mangu toshlari. Bayanchur qolgan mangu toshlarga ratlik o'yilgan yeziqlarga qarab, uzoqcha sukut qilib turib qoladi. U yayloq xalqining uzoq, murakkab, agri to'qay tarixining yodnomasi sifatida zamonlarga guvohlik berib turgan bu tosh putuklarga qarab xiyol suryotamdi yoki ulardagi bayonlarni ichida o'qiyotamdi, buni hech kim bilmaydi. Lekin hammaylan xuddi qag'anga o'xshashla bu yeziq o'yilgan toshlardan yayloq xalqining sharaflik ish izlarini ko'rib, mag'rur qiyofatda tantana qilayotgandek tuyuladi. Bu muqaddas toshlarni ko'z qarchig'inglardek bilib asranglar. Bu yerga kelib tavob qilishni hargiz unutmanglar. Bu toshlarga zamonlar haqiqati, ajdodlarning aql parasti va yashash irodasi putilgan. Bu putuklardan sizlar nurg'un ibratlik savoq va hayot yo'llarining turli o'rnaklarini topa olaysizlar. Bu bizning miroslarimiz. Bu 1000 yillik, tuman yillik mangu toshlarni mangu astin chiqarmanglar. Bu bizning dunyodagi mavjudligimizning nishonisi bo'lib qolg'usi. Chavandozlar xuddi sehrlangandek, xuddi ko'k tangri ilohiy quyoshga bay'at qilayotgandek. Xuddi qadimgi ajdodlar ko'k bo'riga agishib, hayotlik, baxt yo'llarini izlagan oshu uzoq o'tmish zamonlar qo'ynidagi yo'riq nuqtalarni ko'rayotgandek, jimjit bo'lishib, qog'anning bir so'zini o'tkazib o'tmay tinchimoqda edi. Qag'an etini devatdi. Boshqalarmi uning kaynidan agishdi. Ular shu ming'ishida Terxin daryosiga yaqin joydagi to'pilikka chiqib, al-atmish belga qog'an mangu teshining oldiga kelib to'xtadi. Qag'an shaxsan o'zining sharifiga beg'ishlab o'rnatilgan bu toshga qarab, texmi uzoq turib ketdi. Lekin hech nima demadi. Ulug' kichik tinib qo'yib, yo'lini davomlashtirdi. Ular o'rdaga, ya'ni qog'anning turalg'usiga qaytib kelgandan keyin Bayanchur qog'an otdan tushmay turib, ulug' buyruq inonchi to'nbag'a Tarqanni qo'l ishorati bilan yeniga chaqirdi. Mendan keyin xalqimizning oltin taxtiga ikkinchi o'g'lim edigan Qutlug' Bilga Tarqan varislik qilsin. Sizlar mening sodiq 9 buyruqlarim o'yil tashdek ittifoqlashib, varisimning putiga put, qo'liga qo'l bo'linglar. Shunda qilsanglar, mening ruhim va xalqimizni tiklagan otam ko'l belga qog'anning muqaddas ruhi amin topadi. Sizlardan rozi bo'ladi. Bag'a Tarqan o'ng qo'lini ko'ksiga qo'ydi. 15-bob. Bögü qag'an va ma'ni ruhoniylari. Miladiya 761-yili kuz fasli. Sadijin sepilining u tarafidan Urg'un bo'yiga yana elchilar keldi. Ammo bu qitim kelganlar topg'ach emas, balki
Qanşarlıq, qoyuq qara saqalliq G'uz qabilasining kishilari edi. Bögü qağan ularni marhum otasi Bayonjur qağandan miras qolgan yepak chidirdagi oltin taxtda o'ltirib kutib oldi. Bosh elchi so'zini boshladi. Batur va donishmand Bögü qağan oliylariga ma'lum bo'lganki, biz Shavkatlik Allushan Sang'un tarafidan barpo qilingan Yan sulolasidan huzurlarga salom berish uchun keldik. Demak, sizlar Shisiminning elchilari ekansizlar-da. Shundoq oliylari. Lekin Shisimin Sang'un vafot bo'ldi. Endi uning o'g'li Shichauyi Yan sulolasining qag'anliq o'rniga chiqdi. Biz ana shu Shichauyi xonning salomini ep keldik. Bögü qağan ön chiqmasdan elchiga sinoq nazarda tikilib qaradi. Bosh elchi yana so'zini davomlashtirdi. Shichauyi xon Bögü qağan bilan inoq bo'lishni orzu qiladi. Ota-bovlarimizdan qolgan kona adovatni tashlab ittifoqlashaylik. Biz birlashsak, Tan sulolasini asali yimirib tashlaymiz. O chaqda Shichauyi xon taxt va o'rda xazinasiga ega bo'lsa, Batur Bögü qağanga Tan sulolasining bir qism zimin va aholisini bo'lib berdi. Bögü qağanning bundaq taklifga nima deb javob qaytarganligi tarixda aniq xotiralanmagan. Ammo uning qanday harakat qo'llanganligini keyingi sahifalardan ko'ramiz. Chang'an ko'chalariga bir to'p otliq odam yuk ortilgan bir necha tugini haydab kirib keldi. Bu odamlarning usti-beshini chang bosgan, kiyimlari yirtilgan, chiroylari horg'in bo'lib, uzun safardan kelganligi ko'rinib turadi. Shahar aholisi ularni ko'rganda, bu saqalli g'ayri odamlar taslim bo'lib kelgan to'planchi g'uzlarmi yoki o'rdaga yordam berish uchun kelgan uyg'urlarmi? deyishib gumansirab qarashadi. Hamda qandoqli bo'lmasin ularga yaqin yo'lamaslikka tirishadi. Holbuki yo'l bo'yida qurilish qilib uy silayotgan bir to'p tomchi ishchidan yosh bir ishlamchi ayrilib chiqib, o'sha saqalli kishilarning oldiga keldi. Qut bo'lsin. Yo'lovchilar, sizlar so'g'dinglarmi yoki turkiy bo'lamsizlar? Biz Qordandan kelyapmiz. Qasar taifisidan bo'lamiz. Sen o'zing kim bo'lasan? Mening ismim Qutatmish. Uyg'ur taifisidan bo'laman. Bir qavm ekanmiz, kelinglar. Bir oz aram ilib mang'aysizlar. Yo'lovchilar Qutatmishga xushallik bilan qarab, g'ulg'ul qilishdi. Bizning tilimizda so'zlayotdi. Musofirchilikda shuncha uzoq yo'l yurib, oxiri o'z odamlarimizdan birini ko'rdik. Mening ayolimni Qo'rdonliq. Yuringlar, bizning uyga boraylik. Meningmi o'z odamlarim bilan ko'rishmaganimga uzoq bo'ldi. Bu yerda tavg'ashlar va so'g'diylar bilan ishlab, hunar o'rgangach tirikchilik qilyapman. Biz bu yerda hech kimni tonimaymiz. Azroq savdo qilib, hunar kasblarimizni ishq silib, pul topaylik deb kelgan edik. Yo'lda bulanchilarga uchrab, mol-mulkimizdan ayrildik. Aran musho bir necha to'gimizla qoldi. Qutatmish ishlamchi birodarlariga ahvolni tushuntirib qo'yib, qo'rdonliqlar bilan qaytdi. Aytolon o'z yurtdoshlarini ko'rib, xushalligidan ko'z yeshi qildi va dasturxon selib g'izo tayyorladi. Qutatmish ahvol tonishtirib so'zladi. Aytolon, oxir meni mani rahiblarning gapiga kirishga ma'qul keltirdi. Men o'zimmi ibodatxonada turgan kunlarimda rahiblarning fatvolarini to'liq anglab, bu dinga qiziqib qoldim. Axir, mani diniga kirdingizmi? Yo'q. Lekin bosh ruhoniyga yolg'ondan ko'ngil aytib, mani xay bo'lay deb qo'ydim. Nemishqa yolg'on so'zlaysiz? Chunki shundoq deb qo'ymasam, bosh ruhoniy mening Aytolim bilan to'y qilishimga qo'shilmaydi. Mana endi ikkimiz to'y qilib, ibodatxonadan ayrilib chiqdik. Mana, mushu uyni ijaraga elib o'ltirdik. Men hozir tabg'ach ustamlar bilan binokorlik qilyapman. Qo'rdonliqlarning cho'ngi Aytolimga ayiblash nazari bilan qaradi. Biz qo'rdonliqlar bu diniga e'tiqod qilamiz. Siz nima uchun ota-bovularingizning yo'lini tutmay, mani xaylarga agishib ketdingiz, ha? Aytolon boshda xijil bo'lib yerga qaradi. Ondan beshini kaskin ko'tarib, ishonchga to'lgan ovozda so'zladi. Mani dini pokdin. Bu din kishilarni inoqlikka, mehribonlikka boshlaydi.
o'shmanlik ham dushmanlikni yo'qitadi. Sizlarmi bosh ruhoniyning vaz nasihatlarini anglab baqsanglar qayil bo'lasizlar. U menga doim mushundoq ta'lim berdi. Qiziq ishlar bo'lyotdi-da. Biz hammamiz bir toifaning odamlari. Tilimiz bir, lekin dinimiz boshqa bo'lib ketib bordi. Orxundikilar shaman aqidalarini ulug'laydi. Sizlar Qordan, Beshbaliq tarafdagilar Budda nomlarini o'qiysizlar. Mana endi mani diniga e'tiqod qilganlarmi chiqqili turdi. Qordanliklar adab yuzasidan sukut qildi. Ularning cho'ngi gapni boshqa yoqqa boradi. Bizning hozir tijorat qilg'idak hech qanday mol-mulkimiz qolmadi. Quruq qo'l bilan yurtimizga qaytib ketolmaymiz. Uning ustiga yo'llar bakli xatarlikkan, ham miyada bulanchi, qaroqchilar qutirab yuridi ekan. Shundoq. Anlushan to'plan ko'tirgandan buyon 5-6 yil bo'lib qoldi. Jahon tinchimayotdi. Hozirmi urush davomlashyapti. Vayron bo'lib, uy makonsiz qolgan bir qism sargardonlar o'g'ri, bulanchi bo'lib ketdi. Bu kunlarda safarga chiqish haqiqatan xatarlik. Shunga bizmi Orxon tarafga ketolmayotimiz. Bizni tabg'ach ustilarga tonishtirib qo'ysangiz, angak qilib qaytib ketgidak dasmoyi tepib olsaq deymiz. Sizlar qurilishda ishlab baqqanmi? Qordan degan cho'ng shahar, u yerda hamma odam uy imoratlarda yashaydi. Puhralar uylarini o'zdiri soladi. Qordanda uy silishni bilmaydigan odam yo'q. Undaq bo'lsa yaxshi. Changanda bo'lgan urushlarda nurg'un uylar vayron qilingan. Shunga hozir tomchilarga ish ko'p. Men sizlarga ish tepib beray, ha? Milodiya 762-yili yoz fasli. Bögü qolgan Shahoni Yepek Jidirdagi oltin taxtda Chang'andan kelgan elchilarni qabul qildi. Batur va danishmand Bögü qolganga ma'lum bo'lgayki, Shavkatlik Tangsuzung oliylari tuyuqsizdan yurak kesili qo'zg'alab qazo topdi. Xonzoda Liyu taxtga varislik qilib, Tangdayzong degan nom bilan ulug'landi. Tangri o'g'li Tangdayzong Shichaoyini yo'qitib, to'plarni bostirish uchun o'zining cho'ng o'g'li Likoni bosh qo'mondan, Bögü qolgan oliylarning qiynatisi Barg'ut Xuyunni muavin qo'mondan qilib tayinladi. Tangri o'g'li Tangdayzong bilan muavin qo'mondan Barg'ut Xuyun Sang'on Bögü qolganning qo'shin avatib, to'plarni bostirishga yordam berishini umid qildi. Tabg'ach elchilari bir necha kun dam elib qaytib ketdi. Yana bir necha kun o'tgandan keyin Bögü qolgan shaxsan o'zi 4000 kishilik otliq qo'shinni boshlab Sadichin sepili tarafga yo'l oldi. Tang sulolasidagi nurg'un kishilar dakka-dukkaga tushib qoldi. Uyg'ur qo'shini bu qitimmo oldingi qitimqisiga o'xshash Tang sulolasi o'rtasiga yordam berish uchun kelyapti yoki Shichaoyining taklifini qabul qilib to'planga qo'shilmoqchimi? Halbuki Bögü qolgan Sadichin sepilidan o'tib o'ttiri tuzlanga kelgandan keyin ma'lum bo'ldiki, u Shichaoyiga qarshi qon kechib jang qilayotgan o'zining qayni otasi Barg'ut Xuyunga yordam berish uchun kelgan edi. Shuning bilan Xonzoda Liku, Barg'ut Xuyun va Bögü qolganning qo'shinlari birlikda harakat qilib, to'polonchilarni kayni-kaynidan mag'lub qildi. Oxiri shu yili kuzda Uyg'ur tabg'ach qo'shinlari Shichaoyi qo'shiniga ajallik zarba berib, hal qilg'uch g'albini qo'lga keltirdi. Tarixiy xotiralardan ma'lum bo'lishicha, to'polonchilardan 60 ming odam o'lib, 20 ming odam asirga tushgan. Shu yili milodiya hisobida 11-oyning 20-kuni Bögü qolgan qo'shini zafar quchib, shiddatli hujum bilan Tang sulolasining sharqiy ostonasi Loyang shahrini ishg'ol qildi. Shichaoyi Loyangdan qochib chiqib, bir o'rmonlikqa kelganda, umidsizlangan holda daraxtga esilib o'lib oldi. Shuning bilan milodiya 755-yili 1-oyda boshlangan tarixda mashhur Anlushan Shisimin qo'zg'iligi 762-yilining oxirida uzil-kesil bostirildi. Bögü qolgan Loyangdagi hashamatlik qasrda qishlab turib qoldi.
havo illib, qorlar erigandan keyinmi ketishga oldirmadi. Tang sulolasining yangi hukmdori Tang Beizong o'ylamagan yerdan yana to'pilang yoki parakandichiliklar chiqib kelishidan ansirab, Uyg'ur qo'shinining hozircha qaytib ketmay turishini o'tingan edi. Dal daraxtlar bix chiqarishga boshlagan quyoshli kunlarning birida bo'gi qag'an bir to'p qo'riqchi chavandoslarni agashtirib qasrdan chiqdi. Kichkidan tortib, kang yayloqlarda erkin yayrab, ot o'ynatib o'sgan bu qag'an hozir topg'ashlarning issiq uylarida yumshoq yotgan ko'rpalarga yo'ginib, bekor yetaverishdan zerikdi. Mayxo'rlik qilib, go'zal didaklarga badanini uvulatib, ezilib kun o'tkazishdan rayi qaytdi. Shuning bilan u har kuni ot minib ko'ch-ko'ylarni aylanadigan, shahar sirtiga chiqib, chavgan o'ynaydigan, o'qiya etishni mashq qiladigan odatini qaytadan boshlagan edi. Bugunmi shundoq bo'ldi. Orxonliq qag'an chiroyli oq etini yo'rg'ilatib ketib o'tib, Mani ibodatxonasi joylashgan bir ko'chaga kelib qoldi. Ibodatxona oldiga nurg'un odam to'plashgan bo'lib, ularning orasidan ot bilan o'tish mumkin bo'lmay qoldi. Otliq va piyoda odamlar tiqma-tiqma bo'lib, ko'chani bir olgan edi. Nima qilishga yig'ilib turgan odamlar bu? Mani xayla ibodat qilishga kelgan o'xshaydi. Bo'gi qag'an egardan ko'tarilib, kishilarning boshlari ustidan qaradi. Uduldagi ibodatxonaning kang echib o'tilgan darvozasidan oq libosli rohiblar chiqib, to'plashib turgan xaloyiqni aralab, nimalarnidir so'zlaydi. Ularning biri nasllik otlarga minib turgan qag'an va uning qo'riqchilarining oldiga kelib qoldi. Ta'xir qilg'aysizlar, paktindarlar. Ibodatxona ichi bo'shig'anda bosh ruhoniy sizlarni qabul qiladi. Ay, rahib! Nima degan to'la odam bu? Bosh ruhoniy ularni qabul qilib nima qiladi? Bugun ibodatxonada to'g'ri istig'for o'qiladigan kun. Bu kishilar hayotlikda bilib-bilmay o'tkazgan gunohlarini bosh ruhoniyga aytib, tavba qilish uchun kelgan. Tova, bu nima degan karomat? Odamlar podshoh, qog'onlarni bunchalik ixlos qilmaydi. Gunoh o'tkazganlar hukmronlarning jazosidan qutulish uchun qechib ketadi. Hech kimmi bundoq o'zligidan kelib hukmdorlarga o'zlarining gunohlarini so'zlab bermaydi. Qog'onlar o'z farmonlarini uqtirish uchun bunchalik ko'p xalqni bir yerga yig'olmaydi. Qag'an ajablangan va cho'nqur o'yga patgan holda etining beshini keyniga burib, o'z qasriga qaytib keldi. Shu kuni kechacha u Mani xaylarining tavba qilish odati va ularning e'tiqodining shu qadar mustahkamligini o'ylab, tuzukroq uxlay olmadi. Buning sababi nima? Mani dindorlarining kishilar qalbini shu qadar bo'ysundirib, o'ziga rom qilishida zodi qandoq sir bor? Sinashdan keyinla u Mani ibodatxonasiga boraman deb jabtundi. Qag'onga hamroh bo'lib bu yerda turayotgan Paxmibosh, chonki soqol shaman buningga qarata norozilik bildirdi. Shaman muxlislari Mani jinlari bilan aloqasi bo'lmaydi. Ajdodlarimizning muqaddas ruhlari g'azablanadi. To'sqinlik qilma, hurmatli shaman. Mani xaylarning ish sirini o'z ko'zim bilan ko'rib boqay deyman. Amsa, men palsilib boqay. Mani xaylar bilan ko'rishish foydaliqmi, ziyonliqmi? Men peri o'ynab, ruhlardan so'rab boqay. Buningga peri o'ynash, palsilish ketmaydi. dedi bo'gi qag'an va uzun putliq g'oz bo'yin oq etini choptirganicha darvozadan chiqib ketdi. 20 da qo'riqchimi uning keynidan ot soldi. Ibodatxonadagi rohiblar yeniga qilich osgan qari soqolliq, surliq qog'onni va uning qo'riqchilarini ko'rib o'diqib qoldi va yugurganicha bosh ruhoniyga xabar yetkazish uchun kirib ketdi. Men sizlarning eng chong ustozinglar bilan ko'rishaman. Dal shu chaqda ibodatxonaning qizil sirlangan qo'sh qanotli eshigi ochilib, uzun oq libos kiygan toqir bosh ruhoniy qo'rug'i chiqib keldi. Marhaba, ey Tangrining aziz bandasi.
Ulug' Tangri mani Burxon sharpiga selingan ibodatxonaga odam o'ltirdigan qo'ral bilan kirishga bo'lmaydi. Qag'an otdan tushdi. Bögü qag'an kang tasma kamarni yeshib, qilichini qo'riqchilardan biriga berdi. Marhaba aziz mehmon. Ruhoniy bögü qag'anni ibodatxonaga boshlab kirdi. Ular ozodaxonaga selingan gilam ustiga chasa qurib o'ltirishdi. Kaminingiz mushu ibodatxonaning bosh ruhoniysi bo'laman. Kelishdiki muddoyingizni bayon qilg'aysiz, ay Tangrining aziz bandasi. Nima uchun mani hayla shuncha royish? Nima uchun ular ruhoniylarning talablarini shartsiz ado qiladi? Nima uchun ular o'z ixtiyorlari bilan gunohlarga tavba qiladi? Buning hammasi dinning kuchi. Sizlar dinsizlar buni tushunmaysizlar. Bizning dinimiz bor. Biz shaman diniga e'tiqod qilamiz. Hay, yo'qsa. Shamanlarning deydiganlari din emas. Shamanlar ruhlarni chaqiramiz deyishidi, lekin shu ruhlarni boshqaradigan tangrilarni bilmaydi. Tangrilarga tilinmasdan pol selib jodugarlik qiladi. Bunda qilmishlar tangrilarni g'azablantiradi. Diningizni menga tafsili tushuntirib bering. Sizlarning bu dininglarda zodi nima xislat bor? Shuni bilgim keladi. Yaxshi gap. Tangri mani ta'limotini anglab, dindorlardan bo'lib qilishingizni tilayman. Mani yo'lini tutib, bizning qoida qonunlarimiz bo'yicha ish qilsangiz, elingiz texmi qudrat topadi. Qoida qonunlarni bilmay yeriversangiz, elingiz buziladi. Yo'q. Bizning o'zimizning qonunlarimiz bor. Shu qonunlarimiz bo'yicha ish bajaramiz. Qanday qonun u? G'alyanchilar, xoinlar va qotillarga o'lim jazosi beriladi. Eri ba ayolga bosqinchilik qilganlarmi o'ltiriladi. Agar kimki yotliq bo'lmagan qizning nomusiga tegsa, shu qizga o'ylanishi shart. O'g'rilar o'zlari o'g'irlagan malning bahosidan 10 hassa ortiq jarimani to'lashga majbur qilinadi. So'qishib boshqalarni yaralantirib qo'yganlar to'lam to'laydi. Urush bo'lib qolganda barliq sog'lom erkaklar otlanib qo'shinga keladi. Yo'qsa Tangrining erki bandasi. Bu qonun emas, balki o'zinglarning o'rib odatinglar. Ammo o'rib odat degan mustahkam bo'lmaydi. Kishilar yanala bilib bilmay davomli gunohli ishlarni qilaveradi. Faqat ixlosmand dindorlar o'zini gunohdan saqlaydi. Nima uchun shundoq bo'ladi? Chunki ular tangrilardan qo'rqadi. Mana bu dinning kuchi. Demak, dindorlar o'zlari cheklaydi ekanda. Shundoq. Agar hamma xalq shundoq bo'lsa, nima degan yaxshi? Bundoq bo'lish uchun hamma xalq mani diniga kirish kerak. Buyuk qog'on oldi bilan siz dinga kiring. Ondan barliq puhralaringizni Tangri mani Burxonning nurliq yo'liga boshlang. Shunda qilsangiz, elingizda sizning xosiyatingiz bilan ulug' ishlar, yaxshi xuluqlar barliqqa keladi. Agar unda qilmasangiz, elingiz buziladi. Yomon xo'yliq gunohkorlar ko'payib ketadi. Shundoq bo'lgan chaqda siz o'zingizning arg'umoq etingiz, aql parostingiz, qaysar qo'shoningiz, hisobsiz botirlaringiz bilanmi xalqingizni boshqara olmaydigan bo'lib qolasiz. Diningizni menga tushuntirib beqing. Buningga ishonmaslikni ondan o'ylash baqay. Xo'p, Tangrining aziz bandasi. Lekin buni ikki jumla so'z bilan tushuntirgili bo'lmaydi. Qo'riqchilaringiz qaytib kelsin. Siz mushiyada qiling. Maqsadga loyiq suhbatlashaylik, To'g'ri deydi. Dinimizda eng oliy iloh Arzu-a Tangridir. Olamni shakllantiruvchi 5 tangri bor. Bular havo, shamol, yo'riqliq, suv, o't tangrilaridir. Biz ikki taraf 3 zamon aqidasiga ishonamiz.
ikki taraf deganimiz yo'riqlik bilan qorong'ulik, ya'ni yaxshilik bilan yomonlikni ko'rsatadi. Barliq yaxshi narsalar yo'riqlikdan, barliq yomon shaylar qorong'ulikdan maydonga kelgan. 3 zamon deganimiz dastlabki zamon, orliqdagi zamon va oxirgi zamondan iborat 3 paytni ko'rsatadi. Dunyo bino bo'lmagan dastlabki paytda yo'riqlik bilan qorong'ulikdan iborat 2 taraf bo'lgan. Ular bir-biriga aralasholmagan. Orliqdagi paytga kelganda qorong'ulik yo'riqlikni besib ketgan. Yo'riqlik bilan qorong'ulik aralashib ketgan. Oxirgi zamonga kelganda zo'r baloya ofat yuz berib, butun dunyo gumron bo'ladi. Yo'riqlik bilan qorong'ulikning chek-chegarasi qaytadan ayriladi. O chaqda ibodatni tashlamay, yaxshi ish qilgan odamlar jannatga, yomon ish qilish niyatidan yonmagan gunohkorlar do'zaxga kiradi. Ruhaniylar birining kaynidan biri uzildirmay so'zlab, ma'ni dinining amri ma'ruflarini bayon qilishdi. Bögü qolgan borgan seri qiziqib tingshimoqda. Shu tariqada u uda 2 kungacha ibodatxonadan chiqmaydi. Ruhaniylar bilan birga g'izolanib, birga yetib qopdi. Ruhaniylar bögü qolganga ma'ni burxonning tarjima holini so'zlaydi. Ma'ni nomlaridan o'zindilarni o'qib sharhlaydi. Bögü qolganmi ba'zida ular bilan munoziralashib, shaman dinining aqidalaridan so'z ochadi. Yayloq xalqining urf-odatlarini maqtab, notiqlik qiladi. Ruhaniylar targ'ibotini texmi kuchaydi. Biz pokmiz, biz dindormiz. Tangrining aytqinini to'liq bejaramiz. Tenimizni qoldirib, Tangrining oldiga boramiz. Tangri bergan aqlingiz bilan o'ylab beqing. Bilimsiz, nodon perxollarning kayniga kirib xatolashdingiz. Sizga agishib, butun turk xalqimi xato yo'lga ketyotidi. Moshundoq bo'laversa, xalqingiz bo'lg'inidi. Ularni hech qanday qilibmi qutqizib qola olmaysiz. Shunga tezroq dinga kirib, ularni to'g'ri yo'lga boshlang. Ularni mangulik azobdan saqlang. Shunda qilib 3-kuniga kelganda bögü qolganning fikri bir oz bo'sh edi. U o'z ichida shamanlarning so'z harakatlari bilan bu dindorlarning vaz nasihatlarini peru o'ynash bilan ibodat qilishni selishtirdi. Yayla xalqi ichida jidal majra, parokandichiliklar uzilmay davomlashib kelyotdi. O'g'rilik, bo'lonchilik, qotillik qilmishlari azaldan yo'qolib boqmadi. Isyanchilar bosh ko'tarib taxtga tahdid soldigan ishlarmi, qabilavozlik, yurtvozlik qilishib, elni parchalaydigan jinoiy ishlarmi burundan tatib yuz berib turgan. Qag'allar qoral kuchi bilan bostiribmi, shamonlar jin shaytonlarni qo'g'lab, ruhlarni yordamga chaqiribmi, bundoq parokandichiliklarga xotima bera olmadi. Odamlarning payli buzilsa, hayvondan battar bo'lib ketadi ekan. Qaraganda xalq ma'ni diniga e'tiqod qilgan bo'lsa, ondan bundoq parokandichilik va har xil askirliklarning oldini og'li bo'ladi ekan. Hamma odam mana shu dindorlardek mo'min, adab qoidalik bo'lsa, ondan el ichida xotirjamlik va osoyishlik bo'ldigan o'xshaydi. Aytqininglar to'g'ri. Men sizlarga ishondim. Men o'zimni va xalqimni mangulik azobdan saqlab, to'g'ri yo'lga menish uchun ma'ni diniga kirishni qaror qildim. Menga ma'ni ta'limotlarini o'rgatinglar. Ey azru Tangri, qudratingga qoyilman. Sening karomating bilan bögü qolgandek tangdossiz qudratli hukmdor bugun o'z ixtiyori bilan Tangri ma'ni burxonning nurliq yo'liga qadam qo'ydi. U olamni yaratgan tangrilarni to'nidi. Yo'riqlik bilan qorong'ulikning farqini ko'rdi. Azru'a qudrat shtor!
Ey tangdoshsiz Batur va donishmand Bo'ga qog'on. Shuni bilingki, dinimizda 3 taqib, 10 parhez yo'lga qo'yilgan. 3 taqib deganimiz mundaq bo'lar. Birinchi, ig'iz taqibi. Bu haraq ichmaslik, go'sht yemaslik deganni bildiradi. Ikkinchi, qo'l taqibi. Bu xufiyani holda yomon ish qilmaslik deganlikdir. Uchinchi, ko'ngil taqibi. Bu shahvoniylik istikida bo'lmaslik degan ma'noda. 10 parhez deganimiz mo'nilardan iborat. Butqi cho'qinmaslik, yolg'on so'zlamaslik, ochko'zlik qilmaslik, jonliqlarni o'ltirmaslik, shahvoniylik qilmaslik, o'g'irlik qilmaslik, aldamchilik qilmaslik, noto'g'ri yo'lda mangmaslik, jodugarlik qilmaslik, o'rin bo'lmaslik. Bu ta'limni esimda chin saqlayman. Ay Tangrining aziz bandasi, naga borsangiz, nada tursangiz, naga kirsangiz, nadin chiqsangiz, Tangri yorug', kuchlik, bilga degan 4 so'zni og'zingizdan tushirmay doim yodlab turing. Shunda qilsangiz, azru o Tangri sizga madad berib, ishlaringiz oson bo'ladi. Buningdagi Tangri deganimiz oliy iloh, azru o Tangrini bildiradi. Yorug' deganimiz yoruqliq ilohlari bo'lmish kun, oy Tangrilarni bildiradi. Kuchlik deganimiz Tangrining kuch-qudrati bo'lmish yoruqliq elchilaridir. Bilga deganimiz azru o Tangrining aql parosti demakdir. Bu 4 so'zni hozirli yodlab oling. Hurmatli radio anglag'uvchilar, yozuvchi Farhod Jilanning O'rxun shajarasi nomli tarixiy romanini bugun mush yergacha anglatdik. Davomini ertadagi programmamizda anglag'aysizlar. Hozirga qadar manixaylar ichidan hukmronlar chiqib boqmagan edi. Siz manixaylarning tunji hukmdori bo'lib qoldingiz. Butun yayloq xalqi, jumladan bizmi azaldan shaman yo'lini tutib kelgan. Ota-bobolarimizning muqaddas ruhlari shamanlar orqali bizga madad berib turadi. Binokorlik hunarini o'rgandingmi? Beqir Chang'an shahrida 7 yil turib, tabg'ach va so'g'diq ustalardan o'rgandim.